Do'stim. Shu telefoningni yig'ishtirgan o'rta. Maza qilib gaplashib o'tirgan kelgan bo'lsak, haldami yo telefon chuqurlaysan. Yig'ishtir. Nima qidiryapsan o'zi? Bilasizlar, akam avtohalokatga uchragan. Nogironlar aravachasida yuradi. Xo'sh. Yaqinda aravachalari buzilib qolgan. Shunga yangi ehtiyoj qism olsammikin yoki yangi aravacha olsammikin o'ylanib turibman. Boyadan beri shunga o'ylanyapsanmi? Buni yechimi oson. Hozir seni bir joyga olib boraman do'stim. Qayerga? Akustik. Nima u? Borganda ko'rasan. Yur, tur, borganda ko'rasan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bizga sifatli aravacha kerak edi. Bu borasida mutaxassislarimiz o'zlari konsultatsiya berishadi. Yaxshi bo'lardi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Tuzuymisiz? Nima xizmat borlar? Shu bizga sifatli aravacha kerak edi aka. Kim uchun aravacha kerak sizga? Do'stimizga, akasiga. Bizda ushbu nogironlik aravachamiz o'zimizda Sayqal xususiy korxonamizda ishlab chiqarilgan bo'lib, nogironlar uchun juda ham foydalanishga qulay tarzda ishlab chiqarilgan. Ya'ni buni qulayliklaridan biri qo'l qo'ygichlari ikkalasi ham ochiladi oxirigacha va bunga qaysidir bir stuldan yoki kravatdan, so'ridan bu aravachaga o'tirish yoki aravachadan so'riga qayta joylashga yordam beradi. Keyin buni oyoq qo'ygich qismlari ham osongina olib qo'yiladi va bu aravachamiz taxlanadi. Bu taxlab oyoq qo'ygichlarini olgandan keyin transportirovkasi, ya'ni biror joyga agar bemor boradigan bo'lsa, davolanishgami yoki dam olishgami boradigan bo'lsa, o'zi bilan birga bemalol olib ketish imkoniyati bo'ladi. Shuning uchun biz hamma tomonlama o'ylab aravachalarimizni nogironlarimiz uchun qulay bo'ladigan qilib ishlab chiqaramiz. Va bizda aynan nogironlar uchun standartli aravachalardan tashqari bolalar uchun aravachalarimiz bor. DTSP nogironlarimiz uchun aravachalarimiz va DTSP nogironlar uchun xodinoglarimiz bor. Bu xodinoglar tanani ushlab turishda, bo'yin qismini ushlab turishda, bemorlarimizda reabilitatsiya jarayonida yoki yana oyoqqa turish jarayonida juda ham katta yordam beradi. Bulardan tashqari bizda nogironlar aravachalarining elektrodvigatelli turlari ham mavjud. Ya'ni bu elektrodvigatelli aravachalarda ham 5 xil, 6 xil turi bor. Bu bemorimizning holati, tana vazniga qarab va belini o'zini tutishi holatiga qarab va uni boshqara olish holatiga qarab turib, buni turlari tanlanadi. Ya'ni bitta qo'l bilan xohlagan masofaga borish imkoniyati bor bularda. Keyin yana bizda qo'shimcha yana bir xizmatimiz borki, boshqa aravachalarni chet eldan olib kelib berish xizmati ham mavjud. Ya'ni Germaniyadan yoki boshqa davlatdan olib keltirib berishimiz mumkin. Aka, chet eldan keltirilgan nogironlar aravachasini qayerda servis xizmatlari bor? Bu ayniqsa mana bu savol elektrokolyaska, o'sha elektr aravachalar olgan odamlarda ko'p uchraydi. Ya'ni buni asosiy elektr detallari, juda ko'p ehtiyot qismlari chet eldan keltiriladi va biz bu kompaniyalar bilan hamkorlikda olib keltiramiz. Shuning uchun bularda servis xizmati ham hozircha o'sha chet el kompaniyalaridan olib keltirib ko'rsatiladi. Bu oddiy aravachalarimizda ham ehtiyot qismlarini barcha qoliplari, shtamplari o'sha chet el kompaniyalarida o'zida bo'ladi. Shuning uchun bularda ham servis xizmati o'sha chet elda o'zida olib boriladi. Shuning uchun bu chet eldan keltirilgan kolyaskalarda servis xizmatiga ozginagina vaqt talab qilinadi. O'zimizda ishlab chiqarilgan nogironlar aravachalariga kelsak, o'zimizda ishlab chiqarilgan nogironlik aravachalarini barcha ehtiyot qismlari o'zimizda zavodda tayyorlangani uchun buni servis xizmatiga barcha viloyat markazlarimizda tashkil qilingan akustik eshitish markazlariga murojaat qilishlari mumkin. Sizlarda quloq apparati ham bormi? Ha, bizda eshitish moslamalarining 50 dan ortiq xil turlari bor. Ya'ni bu eshitish moslamalarini tanlab qo'yish uchun kimga kerak bo'lsa, kerakli odamni o'zi bu yoqqa bizni akustik eshitish markazlarimizga tashrif buyurish kerak. Va bu yerda mutaxassislarimiz ularning eshitish darajasini tekshiradi
va ularga mos eshitish moslamasini o'zlari tanlab berishadi. Ya'ni bizda eshitish moslamalarini quloq ichiga, quloq orqasiga va kolonka quloq ichida turadigan juda ham ixcham ko'rinmaydigan turlari mavjud. Bularni bemorlarimizda o'zi to'g'ridan-to'g'ri tanlab ola olmaydi yoki siz kimgadir olmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz tanlab sizga yoqqan apparatni olib borsangiz, ularga tushmasligi mumkin. Shuning uchun bemorda o'zi bu yoqqa keladi va o'ziga mosli mutaxassislarimiz yordamida tanlab beriladi. Do'stim, kelganimiz yaxshi bo'ldi. Qarindoshimga sovg'a qilmoqchi edim. Ana endi o'zini olib kelaman. Ha, men seni yomon joyga olib kelarmidim, do'stim. Do'stim, aravacha yoqdimi? Albatta yoqdi. Ey do'stlarim, sizlarga kattakon rahmat. Akam ham xursand bo'ladigan bo'ldi. Sen xursand bo'lsang, biz ham xursand bo'lamiz. Akangga tezroq olib boraylik. Qani ketdik. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, Erkinjon Siddiqov yana sizlar bilan birga. Bugungi videorolikimiz yana bir bor shu eshitish moslamalarini narxlari haqida bo'ladi. Oldin ham bu narxlar haqida videorolik ishlaganmiz. Nimaga yana qayta ishlashimizga bitta sabab o'sha yerda kommentariyalarda men ko'rdim. Bo'ladigan bitta gapni gapiring, aniq narx ayting, aniq narx ayting. Hali gapni u yoqqa burmasdan degan kommentariyalarda ko'rdim. Shuning uchun narxlar haqida yana bitta ozgina bo'lsa ham ma'lumot berishga harakat qilamiz. Xo'p, eshitish moslamalarining narxi bizda telefonda murojaat bo'ladi. Nech pul narxi? Menga bitta narxni ayting, men o'shanaqa pul olib boraman deyshadi yoki taxminiy narxni ayting degan murojaatlarni qilishadi. Endi bu bunaqangi holatda biz eshitish moslamasi taqadigan yoki taqmoqchi bo'lgan mijozga yoki kerak deb o'ylagan, hali unga kerakmi yo'qmi bilmaymiz. Bunaqa mijozlarga aniq narx aytishni o'zi noto'g'ri. Chunki unga narx aytsa, bizda misol eshitish moslamalari narxi bor, haqiqatan ham 1.700.000 dan 15 million, 20 milliongacha eshitish moslamalarimiz bor. Ya'ni 1.700.000, 2.5 million, 3.5 million, 4.5 million bo'lib turlari ko'tarilib 15 million, 16 milliongacha ko'tarilib ketaveradi. Bu eshitish moslamalarining funksiyalariga bog'liq, uni ko'rinishiga bog'liq, dizayniga bog'liq, uni brendiga bog'liq. Qaysidir bir eshitish moslamalari bor, ikkita bir xil eshitish moslamasi. Brendi yaxshiroq, qimmatroq, brendi sal undayroq, arzonroq variantlari bor. Uni endi kuchaytirishida ham ozgina farqi bor bular. Bir xil narsa emas. Kuchaytirish, usileniyasi, sozlash imkoniyatlari baribir farq, o'sha narxiga qarab farq beradi. Buni biz eshitish moslamasi haqida har birining funksiyalari haqida, fiziki yoki usileniyasi yoki uni moslanish darajalari haqida soatlab gapirishimiz mumkin. Ham texnik terminlar bilan, ham xalq tushunadigan til bilan gapirishimiz mumkin. Lekin bu eshitish moslamasi taqmoqchi bo'lgan yoki shunga muhtoj bo'lgan odamni o'zi bilan individual tarzda ko'rishib, uni eshitish darajasini ko'rib, uni shu eshitishni pasayishiga qanchalik sabablar ta'sir qilgan yoki nima sababdan shunchalik darajada biz oldimizga yetaklab keldi. Ularni o'rganib chiqmasdan turib, unga telefonda o'zida bizda apparat 1.700.000 deyish bu eng katta xato bo'ladi. Yoki 6.5 million yoki bizda 15 million yaxshi apparat deyish bu juda ham katta xato bo'ladi. Bu biz uchun emas. Biz aytib qo'yaveramiz, chunki biz o'sha narxli eshitish moslamalari bor. Bu shu eshitgan odam uchun bu birinchi narxni eshitadi-da, ha bu arzon ekan deb keladi. Aynan shu psixologiya o'sha narxga nastroyka bo'ladi. Keldi, butunlay bunda boshqa narsa. Aynan shu 1.700.000 bilan keldi. Uni eshitish darajasi hali apparat soqadigan emas. Uni misol davolashni o'zi bilan tuzatadigan darajada. Yoki quloqida bir kasallik bor, hali uni 6 oy, 1 yil davomida davolash kerak eshitish moslamasi qo'yishdan oldin. Bunaqa holatlar juda ham ko'p bo'ladi bizda. Shuning uchun biz misol videoroliklarda ham aniq narx aytamiz. Telefonlarda ham shu taxminiy eng arzon va eng qimmatini aytamiz va shuni orasidagi narxlarni aytamiz. Bu aynan bizni eshitib turgan odam uchun yoki 4 million yoki 5 millionlik apparat tushadi degan xulosani bermaslik kerak. Shuni har bitta shu eshitish moslamasi kerak deb o'ylagan odam shuni olish kerak. Bu eshitish moslamasi kiyim emas,
aniq bir razmerda aytdingizmi 56 kostyum kiyaman yoki 50 kostyum kiyaman, 42 yoki 41 tufli kiyaman degandaqangi narsa emas. Bu eshitish darajasi bo'yicha qanchalik darajada pasaygani, u pasayish sabablari, quloqning kanalida, eshitish darajasida, eshituv tizimida, miya faoliyatida, qon aylanish faoliyatida ulardagi o'zgarishlar hammasi o'rganib chiqib, keyin unga o'rganib bo'lgandan keyin ham 2 xil, 3 xil eshitish moslamasidagi variantlar tavsiya qilinadi. Bular toqib ko'riladi, sinab ko'riladi. Ana unda u o'zi yoqtirganini eshitishi bo'yicha, shu narxi bo'yicha qaysi biri unga ma'qul kelsa, asosan biz e'tiborni eshitishga qaratamiz. Uni narxi keyingi daraja. Endi biz ba'zi odamlar keladi, menga eng zo'rini qo'y, eng qimmatini qo'y deydi. O'sha shunday holatlarda ham agar qimmat apparat uzineliyasi bizda misol magazinda bor yoki sklatimizda bor, bizda ham misol sklatimimizdagi tovarlarning turi soni o'zgarib turadi. Qaysidir payt, qaysidir markadagi apparatlar yoki eshitish moslamalari bo'lmay qolishi mumkin, tugab qolishi mumkin yoki qaysidir orada tanaffus bo'lib turib, keyin olib keltirishimiz mumkin. Shunaqangi holatlarda ham bizga kelishadi, bizga eng qimmatini qo'y, zo'rini qo'y. Endi o'sha u xohlagan narxdagi eshitish moslamasi bor, lekin eshitishiga tushmaydi. Shunaqa holatda ham biz tavsiya qilmaymiz. U aynan u xohlagan narxdagi eshitish moslamasi. Ana shunda ham shu eshitishiga mos eshitish moslamasini qo'yishni tavsiya qilamiz va shundan foydalanib biz uni eshitishni kompensatsiya qilamiz. Endi yana bunaqangi eshitish moslamalarini narxini tanlashda juda ko'p nima bor? Tamoyillar deymizmi, bunaqangi sabablar deymizmi? Juda ko'p holatlarda bizga misol kelishadi yoki eng arzon apparatni so'rab kelishadi. Bizga nima bo'lsa bo'ldi, ba'zi yosh kattalarga, yosh ulug'larimizga yoki yana qanday bolalarimizga, ayniqsa bolalarda juda hammaga bolalarda bizlar oldingi roliklarimizda aytganmiz, qimmatroq apparatlar tushadi. Ko'p endi imkoniyati yo'qlar, bizga arzonroq bilan shuni hal qilib bering ishimizni deb kelishadi. Endi bolalarda biz xohlaymiz arzonroq eshitish moslamalari bilan ularni eshitishini tiklashni, lekin biz tajribamizdan kelganmizki, masalan, o'ziga moslangan eshitish moslamasini qo'ymagunicha effekt bo'lmaydi. Misol uchun shu 5,5 millionli apparat qo'yish kerak, 6,5 millionli apparat qo'yish kerakmi? Uni masalan bilamiz, 2,5 million yoki 4 millionli apparatlar bor. Agar biz u ota-onani shunga imkoniyat yetyapti deb turib 4,5 millionli apparat qo'yib bersak, u effekt bo'lmaydi. Ya'ni orada razlika 1,5 million yoki 2 million bo'lishi mumkin, lekin vaqt o'tishi bilan o'sha 4,5 million to'lagan puli havoga uchib ketadi. Xuddi mana shu narsalarni ham e'tiborga olish kerak. Ya'ni individuallik, har bitta u yoshmi, qarimi, bolami, keksami, ularga individual yondashiladi. Aynan o'zini eshitish darajasi uchun apparat tanlanib, endi bizda ko'pchilik o'ylaydiki, keladi, biz masalan 4,5 million dedikmi, shu 4,5 million apparatni qo'yishga harakat qiladi bular yoki 6 million, 6,5 million dedimi, shu 6,5 millionli apparatni qo'yishga harakat qiladi. Yo'q, bizda unaqa emas. Bizda ishlash prinsipimiz shunaqaki, masalan, eshitish darajasini biz aniqladik birgalikda. Shu mijoz bilan suhbat qildik, tekshirdik, oldingi tekshiruvlarni o'rgandik. Shu xulosaga kelyapmizki, qaysidir darajada buni eshitish darajasi. Shunga misol 2 xil, 3 xil apparatlarni ko'rsatamiz, oldiga qo'yamiz. Mana apparat eshitish moslamasi bunaqa imkoniyati bor. Dizaynini o'zi ko'rib tanlaydi. Kuchaytirishini, imkoniyatini, undagi misol qanaqangi akustik muhitlarda ko'proq bo'ladi mijoz? Shovqinlimi yoki tinchmi? Bozorda ishlaydimi yoki magazinda ishlaydimi? Yoki oddiy misol bank, davlat sohasida ishlaydimi? Shunga qarab turib, o'ziga mos keladigan eshitish moslamalarini biz tavsiya qilamiz. O'zlari tanlashadi, tanlaganini keyin toqib ko'radi, foydalanib ko'radi. Misol ishxonani o'zida tashqariga chiqadi, boshqa 15 minut, 20 minut, yarim soat. Agar kerak bo'lsa, u yerda ikkilansa, uyiga beramiz 1 kundan 3 kungacha. Juda ham sложный, murakkab holatlarda uyigacha 3 kungacha beramiz yosh kattalarga.
Bolalarimizda misol bir haftagacha beramiz, 3 kundan bir haftagacha sinov muddatini beramiz. O'zi sinov muddati aslida u eshitish moslamasiga adaptatsiya jarayoni qanaqa ketadi, shuni bilish uchun beriladi. Va shu jarayonda shu aks ta'sir yo'qmi, qandaydir bir miya ostida, boshqada qanaqadir kasallik, yashirin kasalliklar yo'qmi? Apparat qo'ygandan keyin ba'zi bolalarda misol sudraga alomatlari yoki isitma, keskin bosh og'riqlari kuzatilib qolish ehtimoli bor. O'shanaqa narsalarni sinash uchun bu sinov muddat beriladi. Xuddi ana shu holat ham eshitish moslamasini narxini tanlashda ba'zi odamlarda boshida qimmatini tanlab olishadi, qo'yib beramiz, sinov muddatdan keyin arzonrog'iga almashtirib ketishadi. Ba'zilarda teskarisi. Boshida arzon apparat qo'yib sinov qilamiz, keyin bir haftadan keyin keladi, qimmatrog'ini qo'yadi, o'zi tanlaydi, qaysi birini ovozi unga yoqadi. Xuddi ana shu tarzda narxlar aniqlanadi. Shuning uchun agar bu eshitish moslamasi olmoqchi bo'lganlarga yoki kimgadir kerak bo'lsa, uni oldin narxiga qiziqmanglar. Tavsiyamiz mutaxassis sifatida. Avvalo siz o'zingizni eshitish darajangiz, eshituv tizimidagi o'zgarish haqida xulosaga qiziqing. Qaysi darajada sizni eshitishingiz. Bunga qarab turib shu eshitish moslamasi mutaxassisi bilan maslahat qilib, uni tavsiyasi asosida o'zingiz toqib ko'ring. Qo'rqmang, bizda akustik magazinlarimizga borib bemalol murojaat qiling. Misol sinov, shu taqib ko'rish, boshqalar bepul bo'ladi eshitish moslamasi. Agar sizda tekshiruv qog'ozlari bo'lsa, eshitish moslamasini shunday taqib ko'rasiz, 2 xil 3 xil variantini bepulga toqib ko'rasiz. Agar mabodo tekshiruv qog'ozlaringiz yo'q bo'lsa, shu tekshirgani uchun to'lov qilishingiz mumkin qaysidir miqdorda. Shu agar bunaqangi shu mavzulardagi narx bo'yicha, eshituv moslamalari tanlov bo'yicha agar yana qanaqadir savollaringiz bo'lsa, tushunmagan joylaringiz bo'lsa, bemalol telefon orqali yoki shu kommentariyalarda murojaat qilishlaringiz mumkin. Biz sizlarning savollaringizga yoki muammolaringizga ozgina bo'lsa ham yechim bera olsak, shundan biz xursand bo'lamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.